Assalomu alaykum. Bugun biz O'zbekiston prokuraturasi Tarixiy muzeyiga xo'jayinim bilan oilaviy tashrif buyurdik. Xo'jayinim ham shu sohada ishlaganliklari uchun bu bizga va oilamizga juda ham qiziq edi. Biz bu muzeyga kelib qatag'on bo'lgan prokuratura tizimi faoliyati va ularni oilaviy sharoitlarini ko'rdik. Qiziqib tomosha qildik. Biz hammani kelib, ko'rib, tomosha qilishlarini va shu o'sha davrdan hozirgi kungacha prokuratura tizimi faoliyati qanaqa bo'lgan, qanday qiyinchiliklarni boshidan o'tkazgan, biz ularni kichik metrajli filmlar orqali ham tomosha qildik. Muzey xodimlariga katta rahmat aytamiz. Taassurotlarimiz juda ham keng bo'ldi. Prokuratura faoliyati shu davrgacha bo'lgan yutuqlari biz o'zimiz guvohi bo'ldik, o'zimiz ko'rdik. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Prokuratura tizimi xodimlarini bundan kelgusidagi ish faoliyatlariga omadlar tilab qolamiz.